Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Windows aktivatsiya va Windows Office dasturlarini aktivatsiya qilishni o'rganamiz. Buning uchun biz Chrome'ga kirib olib, Windows Activation Script deb yozamiz va kirgan saytimiz mana shu saytga kiramiz. Bu yerda aktivatsiya Windows Office dasturlari uchun bor. Mana shu kod bor. Shu kodni copy qilamiz va terminalga kiramiz. yoki PowerShellga kiramiz. PowerShellni administrator oynasida ochib olamiz. Hop, ikkita ochilib ketdi. Hop. O'sha copy qilgan kodimizni bu yerga tashlaymiz. Va bizda ikkita oyna chiqadi, ya'ni ikkita ko'k yozuvda yozilgan mana shu ikkita yozuv, ya'ni HVED hook. Bizda hozir birinchisini tanlaydigan bo'lsak, bu Windows aktivatsiya qiladi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, Office dasturlarini aktivatsiya qiladi. Birinchisini bosib OK deb bossak, ya'ni Enterni bossak, u aktivatsiya qilishni boshlaydi. Men hozir aktivatsiya qilganman, shuning uchun ikkinchisini bosaman. Va ko'rib turganlaringizdek, endi install Office Activation deyapti, ya'ni birinchisini bosamiz, install qilamiz. Install qilishni boshladi. Albatta, kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan ham ko'proq videolarni chiqarishda davom etamiz. Ko'rayotganingizdek, aktivatsiya bo'ldi. Endi Enterni bossak orqaga qaytadi va 0 ni bosib exit qilamiz va bundan ham chiqib ketamiz. Hop, endi bu sayt orqali sizlar Office'larni yuklab olsanglar bo'ladi. Bu yerda Windows'larning har xil versiyasini topsanglar bo'ladi. O'zlaringizga moslab ishlatib bo'lsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat.